Assalomu alaykum hammaga. O'rtoqlar, sizlar bilan bugun Huntme web platformasida qanaqa qilib ish topish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Profilingizga kirganingizda dashbordda bunaqa holatda bo'ladi va chap tarafda sizlar ish qidiradigan oynaga o'tsanglar bo'ladi. Find jobsga o'tasizlar va bu yoqda sizlarga platforma sizlar to'ldirgan anketaga qarab sizlarga mos keladigan vakansiyalarni ko'rsatadi. Mana suggested vacancies, ya'ni sizlar updaterman deb turib anketa to'ldirsanglar, sizga update spetsialist bo'yicha vakansiyalarni ko'rsatadi. Bu yoqda remote vakansiyalar bor, ya'ni social media manager. Bu vakansiya remote. Ahamiyat berib o'tsanglar, joylashuvi Ontario, Kanada. Bu vakansiya test vakansiya emas, o'rtoqlar, bu haqiqatda bor vakansiyalar hammasi veb-saytda уже bular ishga tushgan va sizlar bu vakansiyalarga apply qilsanglar bo'ladi. Bu yoqda yana filtr bor. Vakansiyalar bo'yicha filtr qo'ysanglar bo'ladi. Dispatcher yokida Amazon spetsialist qilib turib vakansiyalar bo'yicha o'zingizlarga ish topsanglar bo'ladi. Suggested o'chirib qo'yamiz va o'zimizga mana ko'ryapsizlar, suggested o'chirganimdan keyin Amazon spetsialistlar chiqishni boshladi. Finance spetsialist hozircha yo'q ekan bunaqa vakansiya platformamizda va lokatsiya bo'yicha ham filtr qo'ysanglar bo'ladi. Keyingisi qanaqa qilib apply qilish. Vakansiyaning ichiga kirganingizda sizlarga to'liq ma'lumot ko'rinadi. Birinchisi bu qaysi pozitsiyaga, qaysi kompaniya. Ko'pgina kompaniyalar o'zini kompaniyasi nomini bekitmoqchi bo'ladi va platformada anonymously post qo'ysa bo'ladi. Unda tracking company deb chiqadi kompaniya nomi. Talab qilingan majburiyatlar va talab qilingan skills, talab qilingan experience, qaysi shiftdaligi va shu kompaniyani revyusi va apply knopkasini bosib vakansiyaga topshirsanglar bo'ladi. Apply knopkasini bosganingizda sizlarda bunaqa oyna chiqadi. Application for safety specialists. Telefon raqam, bu sizlarning telefon raqaminglar, sizlarning emailinglar, username Telegramdagi, qayoqda turishinglar va sizlarning rezyumenglar. Akkaunt to'ldirayotganingizda rezyumeni qo'yishinglar talab qiladi veb-sayt va o'sha yerdan olib sizlarning rezyumenglarni kompaniya egasiga ko'rsatadi. Submit application bosganingizda applicationga sizni applikatsiyangizni kompaniyaga yuboradi. Hozircha shu, bu video yakunlandi. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar. Huntme bilan qolinglar.